dam olgin kelyapti degandi. Seni taklif qildim. Ha, hozir qayerdasan? Ha, markazdaman, bog'ning yonida. Ish qilib pulini berishadimi? Beradi. Aytdim-ku, puldor deb. Hozir mashinada borib olib ketadi. Yaxshi, ko'rishguncha. Ro'shan aytgan qiz sizmi? Ha, men. Siz o'shami? Ketdi. Chiqing. Yaxshimisiz? Tushunmadim. Bu kishi kim? Nimani tushunmaysan? Nima? Ikki kishiga xizmat qilmaganmisan? Ravshan aka menga bir kishi bo'ladi degandi. Xohlamayman. Mana xohlamaysan. Kel. Iltimos, bolalarim. Nima qilamiz? Iltimos. Chaqir qilma. Iltimos. Hech kim eshitmaydi. Cho'tgiysan. Qani jo'ra? O'ziya jonimni zo'rana olib kelibsanmi? Ketib o'rgan. San u zo'rini olib kelaman, u doim. Ay, joningiz sog' bo'lsin. 100 yilda ham tashamaysiz bu kunlaringiz. Iltimos, meni bolamni ochinglar, iltimos. Iltimos. Alo, Botir aka. Yaxshimisan? Qayerdasiz, eshityapsizmi? Qayerdasan? Nega yig'layapsan? Iltimos, meni o'g'irlashga yordam bering, Botir aka. Yig'lama, Shahlo, o'zingni bor. Iltimos, yordam bering. Menga qayerdaligini ayt, tushuntirib ayt. Shahar chetidagi Qizildomdaman. O'ng tarafda. Kirganda o'ng tarafda. Lekin nomerini bilmayman, Botir aka. Yordam bering, iltimos. Hozir yetib boraman. Sen o'zingni qo'lga ol. Hech narsadan qo'rqma. Hozir boraman, Shahlo. Iltimos, ochinglar, iltimos. Kimni taqillatyapti? Hozir. Shahlo qayerda? Kimsan? Shahlo qayerda? Shahlo! Shahlo! Botir aka. Shu yerda. Qochib ket. Chiq, Shahlo. Ketdi yur. Botir aka, rahmat sizga. Yaxshiyam siz borsiz. Siz bo'lmaganingizda bilmayman nima qilardim. Yaxshiyam telefon qilib qo'yganingiz. Shahlo, senga necha marta aytdim shu ishlarni tasha deb. Bugun men yordam berdim. Keyin bundan battar bo'lishi mumkin. Menga ham havas deb o'ylaysizmi shunaqa ishlarni qilish? Bu ishlarim gunoh ekanligini bilaman. Meni ham har kuni mana bu yerim og'riydi. Menda ham yurak bor. Bugungidek hayvonlarni ko'rsam o'ltirib qo'ygim keladi. Nailojchi deyman.
Botir aka. Men ham sizni yaxshi ko'raman, lekin qo'rqaman. Yurakda ishi yomon. O'zingizga o'rgatib keyin tashlab ketsangiz, umuman chidolmayman. O'zi hayotdan kuygan ayolman. Yana bitta zarbani umuman ko'tara olmayman. Shahlo. Taqdirimni bilasan. Ayolim vafotidan keyin hech qaysi ayolga ko'ngil bera olmadim. Seni ko'rdim-u, seni o'ylaydigan bo'lib qoldim. Pul topdim deguncha yoningga kelaman. Seni sevaman Shahlo. Agar to'g'ri yo'lda pokiza bo'lib yursang, boshimga qo'yaman seni Shahlo. Keyinchalik qilgan ishlarimni yuzimga solmaysizmi? Erkakcha va'da beraman. Bu haqida hatto eslamayman ham. Yaxshi. Unda men bu ishlarimni bugundan tashlayman. Faqat sizni deb o'taman. Siz menga va o'g'limga ozgina mehr bersangiz yetadi. Biron bir ishga joylashaman. Sizga yordamchi bo'laman. Tashlaysan-a Shahlo? Albatta. Aniq tashlaysan-a? Borimni beraman sizlarga. Qani, ketdikmi?